Voronka degani o'zi nima? Sizning mahsulotingiz yoki xizmatingiz haqida 1000 ta odam eshitdi. Ularning ichidan 800 ta odam qanaqadir birlamchi ma'lumot yig'moqchi bo'ldi. Ya'ni narxi nima ishlar qiladi dedi. Va uni ichidan 200 tasi chuqurroq qiziqdi, nomerini qoldirdi, siz bilan aloqaga chiqishingiz mumkin. Va deylik 100 tasi uni keyin xarid qildi. O'shanda 10% konversiya bo'ldi. Bu juda ham katta, zo'r ko'rsatkich aslida. Endi tushunishinglar uchun misol qilib berdim. Bizda ham voronka bo'ldi. Voronkamiz quyidagi tuzilgan edi. Instagram, Facebook target orqali yoqqan videomizni ko'radi. Uni qiziqish bildirgandan keyin yoki botimizga boradi, Telegramdagi yoki saytimizga boradi. U yerda ma'lumot qoldiradi. Ma'lumot qoldirgandan keyin qo'shimcha tadbir haqida ma'lumot jo'natiladi unga. Undan keyin tadbirdan oldin ogohlantiradi. Tadbir boshlanyapti va tadbir kuni yana qo'shimcha oxirgi marta SMS orqali tadbirga kelyapsizmi deb turib eslatamiz. Voronkamiz quyidagi ko'rinishda edi. Oxir oqibatda 9 milliard so'm daromad qilishga bu voronkamiz bizga yordam berdi. Chunki xaritasini biz hisoblab chiqqan edik.